Lacetti'miz chiqqan 2011-yilgi probegi 277 ming. Balon holatlari yaxshi holatda. Kraskasida oldida ozgina petnosi bor ekan, yana bir ko'rib tekshirib olasizlar. Mashinamiz mexanika, karpetkalar yaxshi holatda. Chexol poliglari yaxshi holatda. Mashina radnoy bir qo'l haydalgan dedingizmi? Bir qo'l haydalgan. Begoboddagi shu kabi narxlarni bilib turish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Benzinda ham, gazda ham yuradi. Motor, korobka, hadoyi hammasi yaxshi holatda. Bozor qancha qildi buni? Necha pul aka narxi? 6200. Ozgina qimmatda. 508 ga to'g'ri keladimi? 509 chi. 50 ni qo'ying aka, 509 bo'lsa qo'yib bering. Chiroyli narx bo'ldi. Xullas 509 kelishtirib o'zlaring nima qilasizlar? Qarang, aytish bilan bas sotilmaydi. Hozir kommentariyada so'kayotgan ham bo'lishi mumkin, narxi qimmat deb. 950 ekan. 5950. Agar narxiga arzisa, videoga like bosib, Lacetti olaman degan tanishlaring bo'lsa, yuborib qo'yinglar. Telefon raqamingiz aka? Telefon raqamingiz 91lik 798 73 shu raqamga aloqaga chiqarasizlar.